Shuning uchun ham aynan bizda ishlayotgan sistema qanaqa? Qaranglar. Bir oyda nechta ishlab chiqaryapti? 27 mingta, kuniga mingtadan 27 kun. Hozir bitta sekret ko'rsatib beraman-da sizlarga. 4 million 50 mingga tushyapti materialniy расходи. Bo'laman bitta donasi narxini chiqaraman, qaranglar, 27 ming. Nech pullar tushadi? Yo'q, 27 ming bo'lsa, 150 so'm bo'ladi. Ha? 150 bo'ladi. Adashmasam, bo'lib olinglar, shunday iltimos. 150 so'mdan ekan bitta xo'roz qand. Materialniy расход. Mebelchilarda bor bu narsa. Keladi 100 ga. Tandarx yo'q ular. Ishoninglar, nima material ishlatasiz? Stak bitta list mashincha narx bo'ladi, ketdi-da. Ustiga 30%, 40% ildiradi. Zo'r bo'ldi deb o'ylaydi. Sizdan 35% ni olib ketadi. 35% ga bitadi deb o'ylaysan sen mebelingizni. Puliga. Endi sizni mebelingizni oxirigacha bitirish uchun keyingi klientdan 35% olish kerak-da. Nima cho'zilib ketadi mebelinglar bilasizlar? Keyingi klient topguncha cho'zilib ketadi-ku. Xafa bo'lmanglar, hammasiga tegishli emas. Aynan shunaqa ishlayapti sistema, ko'ryapmiz-da biza. Chunki narx noto'g'ri yetildi. Xo'p, tadbirkor nima qiladi? Tarixda yo'q. Kimda marja? Marja degani foyda degani. Marjani 50% qo'ysam, men supermenman deydi. Demak 50% 75 so'm ustiga qo'yish kerak. 225 so'mdan donasini sotyapti, to'g'rimi? Diqqat. 225 so'm sotsa, zo'r deb o'ylayapti. To'g'rimi? 50%. Shunaqa biznes bo'lsa-chi, любой investor pul tikadi. Mana mana shunaqa ishlayotganlarning diqqatiga hozir bir narsa ko'rsataman. Qaranglar. Korxonada materialdan tashqari xarajatlar mavjud. Eng birinchi va eng asosiy xarajatlardan bittasi bu asosiy vositalarning eskirishi. Asosiy vosita eskirishini narxga qo'shmasangiz, u buzilib qolgandan keyin qayerdan olib berasiz uni narsani? Foydadan. Bo'ldi. Keyin nima bo'ladi? Оборотdan olib beryapsizmi? U обороtingizdan 5 million o'rniga tovar aylantirganingizda qancha ishingiz hal bo'lardi? Kechirasiz-ku, tandarxda bo'lmagandan keyin asosiy vositaning eskirishi hamma narsa to'xtaydi. Asosiy vositaning eskirishini minimal olamiz. Misol uchun 500 mingga eskiradi oyiga. Keyingi holat, agar nomoddiy aktivlari bo'lsa, yo'q deb tasavvur qilaylik bu korxonada. Mabodo bo'lsa, u ham qo'shilishi kerak. Keyingi holatimiz bu ish haqqi. Ya'ni oling, eng minimumini olamiz. 1 million ish haqqi. 1 million so'm ish haqqi to'laydi. Endi bino o'ziniki bo'lsa bo'pti. O'z 500 ming bo'lmaydi, binoni eskirishi normalniy summa bo'ladi. Arenda bo'lsa boshqa katta summa bo'ladi, bilasizlar? Misol uchun. Endi minimal olib beraman. Keyingisi nima? Kommunal to'lovlar bor, to'g'rimi? Kommunal to'lovlarimiz, misol uchun u ham 500 ming bo'lsa. Kommunalkalarimiz. Svet, gaz, suv, yana boshqa narsalarimiz bor-ku, to'g'rimi? U ham undan tashqari hali keyingi darsda o'taman buni. Ish haqqini 12% degan ijtimoiy soliq degan tushuncha bor-da. Uni keyingi darsda o'taman, yoki oylik o'tayotganimda. Ortiqcha zastiklitsa qilmanglar, просто 12% mana bu summani. 120 ming ijtimoiy soliq, u ham korxonaning cho'nchigidan ketadi-da. 120 ming ijtimoiy solig'i bor. Yana nima xarajatlari bor? Yo'q, endi. Boshqa narsa u, endi tovarga yoshi daxli, tandarxga umuman daxli yo'q-da. Yana nima xarajatlari bor? Mana ovqat qotganlar nima xarajatlaringiz bor? Gazinglar ketadi. Kommunalkalar ketadi, povur oylik ketadi. Mayli, mashina narsalarni o'zini olamiz. Demak, bizda 4 million 50 mingmi? Qo'shaman 500 ming asosiy vositalarning eskirishi. Hali nomoddiy aktivlarni olmadim. Lekin hamma ishlab chiqarish nomoddiy aktiv bo'ladi o'zi. Sertifikat sotvestiya bo'ladi-da. Ha, 1 oyligi. Bir kishiga minimal olib beraman. 1 million so'm ish haqqi, 500 ming so'm kommunalka. Plus
120 ming ijtimoiy soliq bo'ldi. Umumiy hisobda nechta pul bo'ladi? 4 million 550 ming, 5 million 550 ming, 6 million 50 ming, 6 million 170 ming so'm bo'ldi. Mana. Demak, ham bu buxgalterskiy себестоимость bo'yicha 27 mingga bo'laman. Bo'lib olinglar iltimos. 228 so'mmi? Mayli. Assalomu alaykum. 50% qo'yganda ham xarajatni qoplamayapti, ko'rasizlarmi? Endi buniga 5% ustiga qo'yib solsa, foydaga polni kirib ketadi. Атабек Кадыров путь, а не удача. Где другие ждут, он делает задачу. Не искал оправданий,